Grano kompaniyasini 3 xil filtr apparatini qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi apparatimiz Grano Classic. Ekranlari yonmaydi, mexanический. Bunda antipotop funksiyasi yo'q. Apparat bir xil suv chiqarib beradi. O'sha kumushlangan, ionlangan suv chiqaradi. Bir marta qo'yib olasiz, bo'ldi. Boshqa suv tashashdan qutulasiz. Qimmatlarda premiumda уже qo'shimcha funksiyasi bor. Bu apparatimiz sensorni filtrlar to'g'risida ko'rsatadi. Antipotop, ya'ni suv toshqinlaridan o'zini защита qiladi. Suv toshib ketsa, ishlashdan to'xtaydi. Bunda защиталari bor. Grano Premium apparati ikki xil suv chiqaradi. Bir tarafdan toza ionlangan suv chiqarsa, ikkinchi tarafdan alkaline suv chiqaradi. Bu ovqat hazm qilishga yordam beradi. Xo'p, Grano Pro apparatimiz hozir eng ko'p sotilayotgan apparatimiz. Bu apparatimiz ham ikki xil suv chiqaradi. Bir tarafdan toza suv chiqarsa, ikkinchi tarafdan eng mana muhim joyi живая voda chiqaradi. Qonni suyutirishga yordam beradi. O'zbekistonda bitta mana shu apparat pH baland suv chiqaradi. Bu o'sha metabolizmni tezlashtiradi. Sahri bor, davleniyasi bor insonlar bundan iste'mol qilsa, suvdan qonni suyultirib normalda ushlab beradi. Davolamaydi, lekin qonni suyultirgan hisobiga 1 minut ushashga yordam beradi. Pro'ning yana bitta katta yutug'i, glavniy filtr membranasi 200 gallon bo'lardi, ikkalasida 100 gallon. Bu nima degani? 200 gallonli membrana birinchidan suvni kamroq isrof qiladi, kanalizatsiyaga kamroq suv chiqarsa, ikkinchidan ko'proq suv chiqarib beradi. Bachokda suv tugab qolsa, bularga qaraganda tezroq to'ldirib beradi. Bu ayniqsa o'sha uyda yig'in bo'lganda, to'y, bayram yoki ayollar yozda kompot va rindiq qilgan paytda bu bildirmaydi davleniyasi tushib ketganini. Shuni hisobiga sharoitdan kelib chiqib, xohlagan apparatingizni olishingiz mumkin. Apparatni hammasi tozalashi bir xil. Bu yerda yomon, yaxshisi yo'q. Prosta qimmatlarda qo'shimcha funksiyasi bor. Butun respublika bo'yicha ustanovkalar mavjud. 12 ta viloyatda filiallarimiz bor. Granol tanlang, sog'lom hayot kechiring.